Qaynona oyijoningiz qizim suv ovqat oldiga bir somsa pishiring deganlarda shu turetskiy somsadan tayyorlab bersangiz, sizga qo'shib meni ham duo qilishlari aniq. Elangan un ustidan margarin solib, kroshka holatiga keltirib olamiz. Ustidan qaymoq, tuxum, tuz, razrixlitar qo'shib yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 10 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Endi qiymali nachinkamizni tayyorlab olamiz. Ustidan mayda to'g'ralgan piyoz, tyorkadan chiqarilgan kartoshka, tuz, ziravorlar solib, qo'limiz bilan yaxshilab ezib, aralashtirib olamiz. Tingan xamirni teng ikkiga bo'lib, turburcha shaklda yupqa qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni lenta shaklida kesib, qiymali nachinkamizdan solib, ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Tayyor bo'lgan somsalarni listimizga ketma-ketlikda terib, ustidan tuxum sarig'i surtib, kunjut sepib chiqamiz. Qizigan 180 gradus duxovkamizga pishirishga yuboramiz. Somsalar pishgungacha orada yordamchim veleda turba shvabralar yordamida oshxona kafelarini osongina tozalab oldim. Ko'rib turganingizdek, qo'linglarni sovuq suvga urib o'tirmaysizlar, o'zini yuvib, o'zini suvini siqib beradi. Xamirlari og'zingizda erib ketadigan juda ham mazali bo'lgan somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Qaynona oyijonlar, bu videoni yaxshi ko'rgan kelininglarga yuborib qo'yinglar.